Kuşlarda kökleydi nava, Pervişlerde gülleydi nava. ezelden var yemiş yemiş, söyüngenni küyleydi nava. Assalamu alaikum, Naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, ikki kanaldagi ko'rman do'stlar. Ko'ryapotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang va Slivot madaniyat taraqqiy shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan Yangi Navo programmasi. Programmamizga xush kelibsizlar. Men riyosatchi do'stinglar Tahir Tursun. Programmamizni rasmiy boshlashdan avval oldi bilan bizningki baliqchi ustozlarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsak, ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abliz Rahim Erkal apandim qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Müzik o'qituvchisi magistr aspirant Emragul Abduqodir muallim qarshi olamiz. Bunda o'z programmamizni rasmiy boshlab ketamdik. Programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Marhamat. Barmayman bazalarga, yig'layman mazalarda, yig'layman mazalarda ya do'st. Bir bo'laymi yar seni, ikki bo'laymi yar seni ya do'st. Bir bo'laymi yar seni, ikki bo'laymi yar seni ya do'st. Şişede sandık yasam saklab şüreyim o yar seni, saklab şüreyim o yar seni ya dost. Şişede sandık yasam saklab şüreyim o yar seni, saklab şüreyim o yar seni ya dost. Sayda yatkan albaş tülge, sayna tülgesi, köydürem do, öldürem do, yanı külgesi. Kararga yol, nurun bulsun, oy yanarga hem, riyun bulsun. Silindek nazlı ben, oy, oy nazlı ve yarga, meninde kul, nurun bulsun. Silindek nazlı ben, oy, oy nazlı ve yarga, meninde kul, nurun bulsun. Bakara bağının oti köydirdi, yarının oti, oti canımdan, oy, oy, vay köyedum, ustihanımda çuği. Oti canımdan, oy, oy, vay köyedum, ustihanımda çuği.
Sayda yatqan alıbaş tülke, sayda tülkesi. Küydüremdo, öldüremdo, yanı külkesi. Yahu yarey, oy, oy, yar mekribanem. Ey sen nazuk bellerini. Yahu yarey, oy, oy, yar mekribanem. İşkı odun bek yaman iken. İşkı odun bek yaman iken. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Xush kelibsiz. Rahmat. Satimizga. Oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Nahmadanniki ba'zi ustozlar, ko'rilman do'stlar. Men Obul Qavul Yakan Naysdan keldim. Bu yil 25 yosh. Oylik sonimizga kelibsiz. Tayyorligingiz yaxshi-da? Yaxshi. Hozir aytgan narsangiz xalq naqsi, ya? Yakan Naymizdanki qo'shrabdan chiqqan. Ha, qo'shrab yesdimmi? Sanamlarning bir qismi. Ha. Unda bo'lsa, bog'liq ustozlarning bir bahasini anglab o'tamdik. Bo'ldi. Avazınızın tusi yakınlık. Müzik sezimçallığınız mı ait yaxşı? Nakşını mı yaxşı icra kıldınız? Yani nakşınızga usul oynağı çıkızınınki çıraylık usul hareketleri sizin nakşınızın bədiyligini kötədi. Rahmat. Yani ümidim sözlerini, nakşının sözlerini asasen yaxşı ifade kıldınız. Lekin dikkat kıldığı yeri var. Mesela barmayman bazarlığa, jığlayman mazarlarda deyiş gerekti. Siz barmayman bazarlarga, jığlayman mazarlarda dep mundaq dedinizde. Bu söz doğru olmay kaldı. Başına ahir söz doğru telaffuz kılınış gerek. Müşterefler dikkat kılışınızı ümit kılmayın. Rahmat. Rahmat Aldizga. Ovozing shunday yangroq yaxshi bo'ldi. Azroq naqmaydan o'diqdingizmi? Qanday azroq keyin ovozing eng keyin taraf desimat azroq qiyib Nahmaydan bo'lgan kishilar bo'lgan ba'zi. Ha, azroq qaydi. İşte bo'ladi bu sahnada odamga o'diqdi. Lekin asos jihatni aytgan chog'da to'liq yaxshi aytdingiz. Rahmat, muallim, rahmat. Rahmat. Bo'ldi, Obuljon siz maramaga so'zsiz. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 1-numberlik moyirimizmi o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in olqishlar bilan 2-numberlik moyirimizni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat.
vaxtlada ipatdi, bir vaxtlada tanatdi, bir vaxtlada tanatdi. Bevafadan yar tutsan, yo'lriga qaratdi. Yar ya canım aylın aydayman, yar ya xanım aylın aydayman. Her birin kızıl güldek, qaysıdın kecavlayman. Hiç bulsa yatmaydım, yürek deşide qağam, yürek deşide qağam. İmança yığılaysan, vapa qılmağan yağa. Yar ya canım aylın aydayman, yar ya xanım aylın aydayman. Her işkinla oxşaşla, qaysıdın kecavlayman. Her birin kızıl güldek, qaysıdın kecavlayman, qaysıdın kecavlayman. Assalomu alaykum. Ve aleykümselam. Xush kelibsiz. Rahmat. Aldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Qadrli ustozlar, assalomu alaykum. Yangi nava programmasiga naq maydonda qatnashib o'tirgan, shundaqla ekran oldidagi qadrli do'stlar, Qo'g'on yurti bo'lgan Qo'mil diyoridan kelgan 2-nomerlik mayir do'stinglar Qaysarjondan hammalarga chin yurakdan salom. Unda bo'lsa bizning bog'liq ustozlarning bir bahosini anglab boqamdiq. Bo'ldi. Jinim ağacam. Kumul xalq naqshi ma o. He. Laj ölçemlik vekil karakter kumul xalqçısına bir. Kumul xalq naqshına birsi. Bak puraqliq yaxshi etding. Lekin bu naqshning keyinda so'zga yer va. Day. Yomon quruq so'z qo'ygansan. Aşın azraq şenliqroq so'z. Azraq suv ichib so'zni. Lay. Azraq bir puraq şivini ketib, az da bir hissiyatni ketib. Mesela bomuz quruq qaldı. Sesamaqlar mendek. Şunun için onun nimişe quruq yegan olmaydi. Üstün seysil şu sey aşo lağmen oqıştırgan narsa. Şu için naqshının her bir ayılgan puraqlarını şunda yaxşı aldım. Lekin sen bir yeri sen qurqaq denk turdu. Bu işini köp anlap, üzerine aşo lintiq algan naqshani jiq angla. Jiq anglab qurg'oq yerini o'zingiz deb qo'ysangiz bo'ladi keyin. Qurg'oq yerlarni tepib ochib suv sepib, bo'lmasa tayyorda san sepib qo'ydi suni. Ma'qul. Sizga omad yor bo'lsin. Ma'qul, rahmat. Rahmat Dilshatga. Yuqoridagi Qumul xalq naqshlaridan Xinim Og'ichan nomli naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Naqshining o'zimi o'zgarishchan, o'darliq, ahangdorligimni aytib yaqishliq naqshga yaxshi ijro qildingiz. Endi diqqat qilgan yeri usulchi qiz shundoq chiroyli harakatlari bilan usul o'yindi. Sizning uningga bo'lgan moslashchanligingiz jonliq bo'lmay qoldi. Mush taraflarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Ma'qul. Rahmat Aldizga. Bo'ldi Qaysarjon. Aramaga so'zingiz. Rahmat. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichlikka 2-nomerlik mayirimizni o'zining naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in olqishlar bilan 3-nomerlik mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Akşam ay toldu, Allah balıkan, tan seherde çolpan kız. Akşam ay toldu, Allah balıkan, tan seherde çolpan kız. Şimdi de tuğulgan biz, Allah balıkan, aç koynunle çolpan kız. Şimdi de tuğulgan biz, Allah balıkan, aç koynunle çolpan kız. Şi geldi yaltaklayıp, Allah balıkan, manaydı sen can tatlı. Şi geldi yaltaklayıp, Allah balıkan, manaydı sen can tatlı. Gümrükni üzüp etme, Allah balıkan, burası gen yar tatlı.
etme Allah balıkan buru söygen yar tatlı Aydın'da urgan oma Allah balıkan kızımızda bakaldı Aydın'da urgan oma Allah balıkan kızımızda bakaldı Az gün oynap ayrıldık Allah balıkan yüreklerde kaldı Az gün oynap ayrıldık Allah balıkan yüreklerde kaldı Adım oynap sındırdı Allah balıkan üç başlık yegerini Adım oynap sındırdı Allah balıkan üç başlık yegerini Yarım oynap köydürdü Allah balıkan yürek bilen ciğerini Yarım oynap köydürdü Allah balıkan yürek bilen ciğerini Yarım oynap köydürdü Allah balıkan yürek bilen ciğerini Yürek bilen ciğerini Assalomu alaykum. Ve aleyküm esselam. Xush kelibsiz. Hoş, amday to'lamlar. Jilaq. Yaxshilamlar. Oldi bilan bir to'rtinchi o'tmamlar. To'xtab tursizlar. Dam olamlar. Assalomu alaykum. Yangi navo programmasida qatnashgan barcha aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Yurtlardagi mush ekran oldida o'tirgan barliq urug' tuqqanlar. Assalomu alaykum. Bag'lich ustozlar. Men Turpan diyarga kelgan 3-mo'liq Mahir Muratjon Abdumetdan hammangizga o'tib salom. Haftalik sonimizda siz nechinchi bosqichga borgandingiz? Ikkinchi bosqichga borgan. Ikkinchi bosqichdan keyin muloqotganman. Hatto 5 tush ketdim unaqa bilanman. Lekin sizni bizniki tomoshabin do'stlar, shunday ko'rman do'stlar, bak tush ketdi demay, pulni qarmay bilet tashlab sizni qaytirib kelibdi. Rahmat. Shularmi? Yetishib olmay juma. Og'iz botursa taq bilan. Undan so'ng Muratjon Turpanda qanday kasb bilan shug'ullanasiz? Odat shu restoran muzik chalma. Muzik chalasiz. Naqsh etasiz. Naqsh etib. Usulchi. Usulim anchalik o'ynab qo'ymayman. Sal sabrib qoldim uchun sal qamashmaydi ekan shuni o'g'lan. Tez naqshan aytay juda, shu naqsh etib deganda. Anchalik o'ynab qo'yang. Yaxshi bo'pti Muratjon. Qarshilimiz hozir aytmagan naqshingiz buni jushqun yaxshi naqshga bizniki usulchi qismi sizga moslashib yaxshi o'ynab berdi usulni. Oylik sonimizga bo'lgan tayyorligingiz bunda qarasam yaxshi. Rahmat. Undan so'ng bizning bog'liq ustozlarning bir bahasini olib o'taylik. Yuqorida Turpan xalq naqshlaridan Allı Balıxan nomli naqshni ijro qilishdagi hissiyotingiz, kayfiyatingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Sahningiz yaxshi. Uning ustiga usulchi qiz bilan bo'lgan moslashchanligingiz nihoyat jonliq naqshini yaxshi ijro qildingiz. Rahmat. Rahmat Abduzka. Yomon pufraqliq yaxshi aytdingiz. O'ymen sizni maqtashga arziydigan taraf sahnadagi hissiyotingiz yaxshi-da. Kayfiyatingiz yaxshi. Bir xil tushkunlik yo'q. Rahmat. Bir xil vujudingiz bilan chiroy, shaklingiz, badan tutish, oyoq mingishlaringiz nihoyat bir xil xo'jalik kayfiyatda. O'sha haftalik yulduz bo'lgandek kelibdi. Shu haftalik yulduz bo'la, oylik yulduz bo'lamsiz nima? Sog' ixtiyor bo'lsin. Rahmat Lisherka. Rahmat. Bo'ldi Muratjon, aramaga so'zingiz. Sizdagi latofat va nazokatning sehriy kuchi Ibanisa kiyimlardan keladi. Tasoni, rangi, hamla tarbi kiyinish odatimizga moslashgan. Esil sifatni o'lcham qilgan Ibanisa kiyimlari go'zallarimiz uchun eng esil tanlashdir. Go'zallik esil sifat va erkin qiyofatdan keladi. Gullar ichidagi eng nozik chiman Ibanisa to'ttasil ayollar kiyimlari. Appa, har kunda qoch yig'anda nima uchun hayotga qoch yuz yo'qligini ishlatamiz? Buni ishlasak, qara. Sog'lomlik va pokizligimiz uchun mana bu hayotlik qachiy suyuqligini ishlatamiz qizim. Hayotlik, yurishlik, yuyish buyumlari. O'zi bo'g'ilning o'zi go'hri haqiqatan yaxshi ekan. Böbrek sog'lomligining haqiqiy kapofati ekan. Böbrekni yashartib, böbrekni quvvatlaydi ekan. Siz biz degan tuyg'ularni faqat mo'jizada topa olasiz. Mana bu mo'jiza. Chashti kepak qayt paydo bo'ladi. Ziyoratni qabul qilgan 90% ayollar chechining qayt kepak bo'lganligini dedi.
Bo'ldi, bas. Chinyang oxir javobini berdi. Chashni kepakka qarshi kuchi bo'lishi kerak. Chinyang chash sopiniga oziq faktori qo'shilgan bo'lib, kepakni yo'qotib, bosh terisida tabiiy qo'g'rash quvvati hosil qilib, kepakka qarshi turish kuchingizni oshiradi. Menda kepakka qarshi turish kuchi bor. Sizda-chi? Yashirishim hajatsiz. Öcüzü boğulun gözü göhri. Hakikaten yakışken. Börek sağlamlıkının hakiki kapasiti geldi. Börekni yaşarttı, börekni kuvvetleydi ki. Siz izleyen duygularını fakat möcüzüdünü tapalaysiz. Mana bu möcüze. 3. numurluq Mahirimiz özünki naqsini etib etdi. Onda olsa qizg'in alqışlar bilan 4. numurluq Mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Kaşın suyunu deymun Telktiğini deymun Kaşın suyunu deymun Etrafı güzel düşen Dille boyları deymun Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sahnimizga xush kelibsiz. Aldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Yangi nava programmamizning naq maydonda ekran oldidagi barliq ko'rmanlar. Assalomu alaykum barliq ustozlar. Güzel ili diyardan kelgan 4-numurluq Mahir Akram Quyumdan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom.
ili diyardan kelganligingiz uchun shu naqshni aytdingizmi? Ben özüm yaxşı görmem bu naqshni. Özüm bu naqshni ağlagandan keyin özüm yaxşı görüp özüm tanlap aytgan. Bizning birinchi bosqichimizda aytdingiz. Birinchi bosqichda. Siz haftalik yulduzimiz bo'lgan, ha? Siz hamda haftalik yulduz bo'ldingiz, hamda o'z yurtingiz qaytgandan keyin qandayroq bir yaxshi fikrlar bo'ldi? Yurtga aytganda yaxshi fikrlar bo'ldi. Bo'lsa yanama ishqilab tirishib, bo'lsa Oylik yulduz bo'lsang, aylık yıldız bo'lsam, ondan keyin yillik yulduz bo'lsang, bo'lsa Voljiga mashina haydab kelsang debmi? Siz G'o'ljidan, ha? G'o'ljidan. Lekin xizmat o'rningiz xizmat o'rnim Maytaqda. Maytaqda. Tug'ilgan yurtingiz G'o'lja, xizmat Maytaqda. Xizmat Maytaqda. Oldingi bizning haftalik sonimizda shunda degan. Maytaqdagi xizmatingiz qanday xizmat? Şu Maytaqda şu kechda restoranda müzik çalaman. Gündüzü to'y film ishlash markazida film ishlashlar shug'ullanaman. Shunda bo'lsa baliq ustozlarning bir bahasini olib o'tgan bo'lsak. Sahnedagi kayfiyatingiz suvsiraq. Restorandami sahna bor emasmi? Shundami? Uni tamdan keyin aytmaymiz. Sahnaga chiqib ketdingiz. Shu vaqtdami? Gap yuzini chep ketsiz, ba'zi vaqt oldiga chiqib qolsiz. Shu vaqtida o'sha badan tutishni sal diqqat qilsangiz. Restoranda aytgan kayfiyat yaxshi bo'ldimi? Hozirgi kayfiyat yaxshi bo'ldimi, aka? Endi mening restoranda yaxshi bo'ldimi? Demak cho'g'lim endi naqsh bilan shug'ullanib bundan keyin texmi biroz kasbiychanlik biroz o'ssin deyman-ku. Badan tutish, chiroy mimikani tatib naqsh etgandagi hissiyat, naqshning ichiga kirib turib esaq, hissiyatimiz bilan harakatlarimiz bilan ashtaq jug'urilib ketsa, bu naqsh shunchalik chiroyli naqsha mush tomoshabinlar aytdingiz. İlle boyları daymo, ille boyları daymo, ille boyları daymo, ey. Madaq işçilik kırsınız bundan. Azraq hareketli hissiyatlı. Texim yaxşı oldu. Bundan mundaq çoğun musabıqlar yani qatnashsiz qaram. Shu uchun mush jihatda naqsh etgan chaqda tatmang, uyga kirib yo'g'a aynak qarab turib aytgan naqshni. Qanday bo'ladi bu? Turishim qanday bo'ladi? Putim nerede? Qo'lim nerede? Ma chiroy, qosh ko'z qanday bo'ladi? Ovoz hamma bu yomon jihnascha bu bir san'atni bir guldek chiqarish uchun yomon jiq talablar bor buni o'p ko'risda aytishdan boshqa. Kiyim kechakni tatib, harakat, hissiyot hamma narsa jug'urilib kelsa, anadan keyin bir yaxshi bir mukammal bir asar chiqadi. Mushattizning naqshini shunday yaxshi aytdingiz. Rahmat Lishaka. Bo'ldi akam. Aramashsiz. 4-numurluq muayrimizmi o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 5-numurluq muayrimizni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Untulay ecrini kanda, can ana cinim ana. Untulay ecrini kanda, can ana cinim ana. Apşetsem bir ömür, arzım ada bulmaz yana. Apşetsem bir ömür, arzım ada bulmaz yana. Payın şahidi, ak çiçin talısı. Kanca payın şahidi, ak çiçin talısı. Bir baha kadrin yetmez, haysi insan balısı. Bir baha kadrin yetmez, haysi insan balısı. Can ana
kuvvet verdin bana. Aksu'nun hürmeti din, bülbürey rahmet sana. Aksu'nun hürmeti din, bülbürey rahmet sana. Can ana cinim ana. Can ana cinim ana. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum naq maydondagi va televizor ekran oldidagi barliq tomoshabinlar, barliq ustozlar. Kemin Aqto'y diyoridan kelgan Abdukim Turdidan hammalarga qutlug' salom. Abdukim qarshi olamiz. Haftalik sonimizni qatnashgan chog'da nechinchi bosqichga borgandingiz? Eng oxirgi bosqichga borgan. Yulduz bo'lganmi? Yo'q. Afsus, lekin tomoshabin do'stlar, shundoqlar ko'rman do'stlar sizni yoqtirib bilet tashlab qaytirib kelibdi. Xush bo'ldingiz balkim. Xush bo'ldim. Tomoshabinlarga rahmat aytaman. Tomoshabinlar yoqtirib qaytirib kelibdi. Unda bo'lsa tayyorligingiz uchun yaxshimi? Tayyorligim yaxshi. Bo'ldi, unda bo'lsa bog'liq ustozlarning bir va'zini olib o'taylik. Untilay ecrini kandak, can ana cinim ana eşire. İkinci komutun tat bırakla hoşluk ettin. Tak tüküce. Bırak şöyle inçik egitmelerini mi şundak toluk aldın. Lekin dersli çıkıpla. Lal karım kimni görüp oduk kettin ki? İkinci mısranın can ana cinim ana diyemiş ikinci mısra. Azırak oynap koydun aşağıda. Keyni de gap yok. Şuna yaxşı. Yani la deydiğini müzik maripta, sizlerge müzik maripta sırt açlığı dair cık kesipler ötüdü o. Cık dersler ötüdü o. Bir institut olgandan keyin. Yani sahnedeki kıyafet, hissiyat bu moyumçu. Bu bazarda mangandek lok yapmak memnunsa olmaydı. Benim muallimim mandaq bir gapni degendi. Sen sahnege çıkıp nakşı eğitip olgandan keyin tomoshabin chavakchasi hisobimiz. Senin yan tarafından sahnege çıkkan arlıqtılar, tövəlik tomoshabinlar sana chavakchasin deb. O nimaga chaldi o? Sen nakş etmay tursan. Elbette senin taqdirqinga menib chiqqan sahne istilen keçilayotgan chavak. Bu bak moyum narsa-chu. Sahne istil degan. Shuning uchun sahne qanday menish, qanday tushish, nakş tikkanda qanday bo'lish, boshlanganda qanday bo'lish. O'shaning hammasida ichiga kirmasa siz nakşını etmeyin, nakş sizni etip koysa vaqt çatak çıkıdı. Nova programmasi boshlanib hozirgacha qili uzun vaqtlar o'tdi. Mush jarayonda nurg'un san'at to'g'risidagi bilimlar bog'lovchilar og'zidan so'zlandi. Nimaga diqqat qilish to'g'risidagi? Angladinglar, mush taraflarga diqqat qilishinglar kerak. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat muallim. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimizmi o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda biz qolgan mahirlarni qizg'in alqishlar bilan sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimizmi o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bugungi 5 mahirimizning ichida zodi kim oylik yulduzimiz bo'ladi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga mukofot buyumimiz bor. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Shinjang yo'lliq xalqaro savdo shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışimliq kostyum bilan mukofotlaymiz. Meningcha 2 nomerlik mahir 1 bo'lamdiki deyman. Meningcha 4 mahir 1 bo'lamdiki deyman. Meningcha 3 nomerlik mahir 1 oldu deb o'ylayman. Meningcha 5 nomerlik mahir 1 bo'lamdiki deyman. Meningcha 1 nomerlik mahir 1 bo'lamdiki deyman. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vaslivot madaniyat tarixchi shirkati birlikda uyushtirgan Qizilqali vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Unda bo'lsa nahmadadagi tomoshabin do'stlar qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 4 3 2 1 Natijalarni kelib chiqdi. Unda bo'lsa kayninglarga o'rilib, natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ladi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Bulcan afsus, bizning keyingi bosqichimizga o'tolmay qoldingiz. Hech qisi yo'q. O'zimning ovozimni televiziya ekrani orqali butun xalqimga
yetkizganligimdan nihoyat xursandman. Hammanglarga rahmat, aziz qarindoshlarim, rahmat. So'rab baksam, bundan keyin shu nishoningiz ijodiyat jihatda taraqqiy qilishmi yoki bir o'qish xiyolingiz bormi shu jihatda? Ijodiyat jihatda, taraqqiy qilish. Texmi taraqqiy qilish shundami? Bo'ldi, sizning bundan keyin xalqimizga texmi zo'r ma'naviy oziqlarni ato qilishingizni umid qilamiz. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Obiljanni uzib qo'ygan bo'lsak, rahmat. Rahmat. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasidan xo'shlashgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning raqam numerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Bizning naqshimiz, bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa, ikkinchi bosqichimizga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar, marhamat. Şehri gülge uğralgan, biz doğulgan suyunluk makan. Beş şehri gülge uğralgan, biz doğulgan suyunluk makan. Cennetin muz gülü gülistan, munda tupurak payansız orman. Cennetin muz gülü gülistan, munda tupurak payansız orman. Güher yakut kümülüp yatkan, Güher yakut kümülüp yatkan, biz doğulgan suyumluk makan. Şöhretini elge unutkan, nazu nimet bereket tolgan, biz tuğulgan suyumluk makan. Nazu nimet bereket tolgan, biz tuğulgan suyumluk makan. Dastıxan mulkda sahip xan, kelib görsen bunu sen hayran. Dastıxan mulkda sahip xan, kelib görsen bunu sen hayran. Şunla aşkımı üzülmez mihman, suyumluk makan. Şol aşkımı üzülmez mihman, biz tuğulgan suyumluk makan. Şol aşkımı üzülmez mihman, biz tuğulgan suyumluk
makan Şöhretini elge tunutkan Biz tuğulgan söyümlük makan Biz tuğulgan söyümlük makan Biz tuğulgan söyümlük makan Qaysarjon, ikki qarindoshingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz oldi bilan. Bu yoq ismi Ablajon Baqi. Mening yaqin kasbdishim, shundaqla yaqin do'stim. Bu yoqning ismi bo'lsa Paratjon G'ani. Paratjon G'anim o'xshash mening yaqin do'stim, shundaqla eng yaxshi hamkorlashuvchim, kasbdishim. Yaxshi, unda bo'lsa ikkinlarning qaysinglar vakil bo'lib, biz Qaysarjonga bir yurak so'zinglarni deb baqisizlar. Ko'ngil so'zinglarni anglab o'tgan bo'lsak. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlarimiz, ekranlardagi barliq aziz qarindoshlarimiz, hammangizlarning mana shu vaqt xayrli bo'lsin. Ukam Qaysarjonning bundan keyingi san'at hayotida yanami shu natijalarga qanoatlanib qolmay, cho'ng sahnalarda chaqnashini bo'lsa ustozlardan eshib, texmo yuksak darajadagi ustozlarni do'rishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Qaysarjonga cho'nqur utuqlarni tilayman. Rahmat. Unda bog'liq ustozlarning bahosini bir anglab baqandoq. Avazınız toğırlıq burun köp toxtalğan. Şundaqdımı bugün yanılı bir eskertip ötey. Avazınız naitimi yoruq, yıqımlıq bir avaz. Bugün qeyrindaşlar basqıçığa biz toğulğan söyümlük makan namlıq. Şunçilik yıqımlıq yaxşı naqşını birini tanlap kepsiler. Etqan naqşanlarmı mükemmel, yaxşı boldu. Bolup mu naqşidiki akurt avazlarmı şunçilik yaxşı maslışıptı. Sahnedeki qiyafetinglarmı erkin, tabii boldu. Görünüp durdu Qaysar Samet. Xilil izlenip siz maqetimlik sanğa. Davamlıq amet dileymen. Rahmat muallim. Bu naqşının məzmununa ait yaxşıke, ilğar bir naqşını ekepsizler. Yaxşı naqşını tanlatsızlar. Onun üstüge, baya Emragül'ün dep ötdi, naqşının akord kısmını nait'e toluk ifadələpsizler. Şu arqılıq naqşınınki bədii seviyesini xili yuqur götürüpsizler. 3 kişi aytqandan cho'qim shundoq bo'lish kerak. Doimli hamma mayir 3 odam chiqamdi, 4 odam chiqamdi, bir xil ovozda emas. Naqshini shunaq akord bo'yicha aytsa, naqshininki badiiy saviyasi ko'tarildi, sal saviyalik naqshi bo'ldi. Bu tarafda izlanganlarni aytib yaxshi bo'ldi. Sahnadagi qiyofatingiz chiroyli, kulkisi, kuchli o'tirsiz, qarab o'tirsiz unda. Manda təbəssüm turumuz səhne degəndə. Gülüb turumuz bunda. Bağlıq ustazlarla nəhayət yaxşı bağlıdır. Naqşını acayip yaxşı tanıpsınlar. Acayip çıraq naqş gəlmə. Bu doğulan güzel makandı. Acayip akordunu mu acayip çıraqlıq bir orluğun bək yekin qımay jıraq qapsılı akordunu mu. Şundaq yaxşı çıxdı. Barakallah, muzikisini şuna callıq. Arama qaştıramsızlar? Oldu, arama qaştırsanlar. Sizler basıqçıdaki 2. numurluq mayırımızmı özdeki qeyrindaşları bilen naqşını etip ötdi. Onda olsa qızğın alqışlar bilen 3. numurluq mayırımızı qeyrindaşları bilen səhnik təklif qılımız. Mərəmət. At mindim iger qaşqa, çaptırdım şığıl taşqa. Ayar ey, çaptırdım şığıl taşqa.